Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Eng so'nggi o'zbek va jahon futboliga oid xabarlar aynan shu yerda bo'ladi. Videoga like bosing hamda o'z fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Ha, aytgancha, kanalga obuna bo'lishni unutmang. Biz esa boshladik. Liverpool Virgil van Dijkni sotishni ko'rib chiqishga tayyor. Liverpool endilikda jamoa sardori Virgil van Dijkni mutlaqo daxlsiz futbolchi sifatida ko'rmayapti. Uning transferi bo'yicha tushadigan takliflarni ko'rib chiqishga tayyor. Bu haqida Team Talk nashri xabar bermoqda. Nashr manbalariga ko'ra, omadsiz yakunlangan mavsumdan so'ng Merseysaytliklar rahbariyati jamoa yetakchilariga bo'lgan munosabatni qayta ko'rib chiqqan. Van Dijk 2025-yilda Liverpool bilan yangi shartnoma imzolagan bo'lsa-da, klub 35 yoshli markaziy himoyachi bo'yicha jiddiy taklif tushsa, uni ko'rib chiqishga tayyor ekanligi aytilmoqda. Gollandiyalik futbolchiga bir vaqtning o'zida bir necha jamoalar qiziqish bildirmoqda. Milanning yangi bosh murabbiyi Ruben Amorim Van Dijkni asosiy transfer maqsadlaridan biri sifatida ko'rmoqda. Shuningdek, himoyachiga Turkiyaning Galatasaray va Fenerbahçe klublari, Saudiya Arabistoni chempionatlari hamda MLS vakillari da'vogarlik qilmoqda. Shu bilan birga xabarlarda ta'kidlanishicha, Liverpool sardori bilan albatta xayrlashishni maqsad qilmagan. Jamoaning yangi bosh murabbiyi Andoni Iraola ham Van Dijkning ketishini talab qilayotgani yo'q. Futbolchining kelajagiga oid yakuniy qaror faqat haqiqatdan ham jiddiy taklif paydo bo'lsa qaror qabul qilinadi. Xayr afsona, bolaligimiz, yoshligimiz sen hayratlanarli o'yinlaring bilan o'tdi. Ispanlar Ronaldoning so'nggi mundialdan jahon chempionati kubogini yutish orzusidan ayrishdi. Ispaniya 90+1 daqiqada urilgan gol evaziga Portugaliyani mag'lub etdi va jahon chempionati 2026 chorak finaliga chiqdi. Ispanlar terma jamoasi jahon chempionati 2026 ning bo'lsak final uchrashuvida Portugaliya ustidan 1-0 hisobida g'alaba qozondi. O'yin Arlington, AQShda AT&T stadionida bo'lib o'tdi. Uchrashuvdagi yagona golni 90+1 daqiqada Ferran Torresning uzatmasidan so'ng Mikel Merino raqib darvozasiga kiritdi. Ikkinchi bo'lim boshida portugaliyalik himoyachi Nuno Mendes jarohat olib o'yinni davom ettira olmadi. Uning o'rniga Nelson Semedo maydonga tushdi. O'zining 6-chi va faoliyatidagi so'nggi jahon chempionatida ishtirok etayotgan 41 yoshli Cristiano Ronaldo bahsni dastlabki daqiqalardan boshladi. U Portugaliya terma jamoasida raqib darvoza sohasiga aniq zarba yo'llay olgan yagona futbolchi bo'ldi. Uning hisobida 2 ta aniq zarba bor. Ispaniya terma jamoasi o'zi zafar quchgan 2010-yilgi mundialdan buyon ilk bor jahon chempionatining chorak finaliga yo'l oldi. Ronaldoning Ispaniyaga qarshi o'yindagi to'liq statistikasi. Cristiano Ronaldo jahon chempionati 2026 dan o'rin olgan Ispaniya terma jamoasiga qarshi bahsda raqib darvozasiga 3 bor zarba yo'lladi. Portugaliya milliy terma jamoasi 1-8 finalda ispanlarga 0-1 hisobli imkoniyatni boy berib turnirdagi ishtirokini yakunladi. Ushbu uchrashuvda 41 yoshli hujumchi raqib darvoza sohasiga 2 ta aniq zarba yo'lladi va bir marta noaniq harakat qildi. Shuningdek, Ronaldo o'yin davomida 12 ta uzatmani amalga oshirdi. Raqib futbolchilariga unga nisbatan 2 marta qo'pollik ishlatdi va bir bor ofsaydga tushib qoldi. Hujumchi uchrashuv davomida biror marta ham raqibni aldab o'tishga urinib ko'rmadi. Ronaldo futbolchilik faoliyatida jahon chempionatini yuta olmaydigan bo'ldi. Nima bo'lganda ham u futbol tarixini larzaga solgan futbolchilardan biri bo'lib qoladi. Bunday insonlar dunyoda juda kam tug'iladi. Barchasi uchun rahmat. Mio Vinicius uchun 120 million yevro taklif qilishga tayyor. Kerak braziliyalik futbolchini asosiy transfer maqsadi sifatida belgilagan. Manchester United bosh murabbiyi Michael Carrick va futbolchi Vinicius Juniorni jamoaning asosiy transfer maqsadi sifatida belgilagan. Bu haqda jurnalist Ekrem Konur xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, Qizil Iblislar taxminan 137 million AQSh dollar, 120 million yevro miqdorida rasmiy taklif tayyorlagan va uni yaqin haftalar ichida qaymoq ranglilarga yuborishi mumkin. Hozircha Vinicius 2027-yil yoziga qadar amal qiladigan shartnomasini uzaytirish borasida Real bilan kelishuvga erisha olmagan. Ta'kidlanishicha, klub rahbariyati braziliyalik hujumchining maoshini Kylian Mbappening kabi bo'lishi haqidagi talabini qondirishga tayyor emas. Avvalroq Real Vinicius, Mbappe va Bellingham borasida bir qarorga kelgani ma'lum qilingandi. Biz ham iflos o'ynashni bilamiz. Mbappe Paragvay futbolchilarining jahon chempionati o'yinidagi harakatlariga javob qaytardi. Fransiya terma jamoasi hujumchisi va sardori Kylian Mbappe jahon chempionati 2026 1-8 final uchrashuvida paragvayliklarning qo'pol va qattiq o'yinlarini tanqid qildi. Uchrashuv 1-0 hisobida yakunlandi va yagona golga Mbappe mualliflik qildi. Biz Paragvayga ko'rsatib qo'ydik. Agar ular iflos o'ynashni istasa, biz ham iflos o'ynay olamiz.
Agar ular bizni haqorat qilishsa, biz ham xuddi shunday javob qaytaramiz. Agar qo'limizni loy qilishga to'g'ri kelsa, biz buni qilamiz. Ular bizni maydonga smoking kiyib chiqadi deb o'ylashgan shekilli. Vaholanki biz ham iflos o'ynashni bilamiz, deya Mbappening so'zlaridan iqtibos keltirdi jurnalist va insider Fabrizio Romano o'zining X ijtimoiy tarmog'idagi sahifasida. Ta'kidlab o'tish joizki, uchrashuvning so'nggi daqiqalarida paragvayliklar Mbappeni muvozanatdan chiqarish uchun bor kuchlari bilan harakat qilishdi. Uni turtishdi va haqorat qilishdi. Final kuchdaga chalingandan keyin ham Janubiy Amerika vakillari mushtlashuv keltirib chiqarishga urinishdi. Biroq bu ish bermadi. Mbappe barcha provokatsiyalarga faqat kulib javob qaytardi. Romano Klopp Germaniya milliy terma jamoasi bosh murabbiyi. Tajribali mutaxassis murabbiylikka qaytmoqda. Murabbiy Yurgen Klopp Germaniya milliy terma jamoasi bosh murabbiyligiga tayinlanadi. Bu haqda insider jurnalist Fabrizio Romano o'zining X ijtimoiy tarmog'idagi sahifasida ma'lum qildi. Insiderning xabariga ko'ra, uzoq muddatli shartnoma va klubning Red Bull tizimidan ketishi borasidagi muzokaralar davom etmoqda. Ammo 59 yoshli murabbiy Bundesliga ustozi bo'lishi aniq. Ma'lumot uchun klub 2025-yildan buyon Red Bull xalqaro aloqalar direktori sifatida faoliyat olib bormoqda. Uning amaldagi shartnomasi 2029-yilgacha mo'ljallangan. Red Bulldan avval mutaxassis 2015-2024-yillarda Liverpoolda ishlagan. Eslatib o'tamiz, 3-iyul kuni Germaniya futbol ittifoqi Julian Nagelsmann bilan muddatidan avval hamkorlikni to'xtatgani va klub bilan muzokaralar olib borishini e'lon qilgan edi. Fabio Cannavaro qachon Toshkentga qaytadi? O'zbekiston milliy terma jamoasi bosh murabbiyi Fabio Cannavaro iyul oyi oxirida Toshkentga qaytadi. Shundan keyin italiyalik murabbiy ishtirokida matbuot anjumani tashkillashtiriladi. Ma'lumot uchun O'zbekiston milliy terma jamoasining boshchiligida Jahon chempionatida guruh bosqichidagi barcha o'yinlarda mag'lub bo'ldi. Janubiy Koreya sobiq terma jamoasi bosh murabbiyi muxlislar taqibi sabab AQShga uchib ketdi. Bosh murabbiylik lavozimini yaqinda tark etgan Janubiy Koreya terma jamoasining sobiq ustozi Hong Men-bo Jahon chempionatida qaytganiga 2 kun o'tar-o'tmas AQShga uchib ketdi. Bu qarorga uning manziliga yo'naltirilgan muxlislar bosimi va ta'qiblar sabab bo'lgani aytilmoqda. Incheon aeroportida terma jamoa qaytishi oldidan vaziyat keskinlashgan edi. Muxlislar Hong Men-bo va futbolchilarni baland ovozda norozilik chaqiriqlari bilan kutib oldi. Tartibsizliklar xavfi tufayli hukumat aeroportda xavfsizlik choralarini kuchaytirdi. 100 dan ortiq politsiya xodimi jalb etildi. Bu qadam internetda murabbiyga nisbatan o'ldirish bilan tahdid qiluvchi xabarlar paydo bo'lgandan so'ng ko'rilgani ma'lum qildi. Telekanal MBS xabarlariga ko'ra, Hong Men-bo Incheon aeroportida AQShga yo'l olayotgan paytida ko'rilgan. U boshiga kepka kiyib, yuzini niqob bilan berkitgan holda yurgan. Jurnalistlar savollariga javob berar ekan, u aytadigan gaplarim bor deb qisqacha izoh berdi. Ammo hozircha batafsil sharh berishdan bosh tortdi. U keyinroq fikr bildirishini aytdi. Manbalarga ko'ra, murabbiy Los-Anjelesga uchib ketgan. 30-iyun kuni Jahon chempionatidan qaytgan terma jamoa Incheon aeroportidan chiqishida taxminan 200 nafar kishi kutib olgan. Gohida soat tungi 3-4lar bo'lishiga qaramay, KBS telekanalida tarqalgan ma'lumotlarga ko'ra, Hong Men-bo kelishdayoq aeroportning keluvchilar qismida baland ovozda norozilik chaqiriqlari eshitila boshlagan. Internetda tarqalgan videolarda muxlislar baraban chalib, Hong Men-bo ket deb baqirayotgani aniq eshitiladi. Murabbiy va futbolchilarga zalga kirgan paytida baqir-chaqirlar va hushtaklar yanada kuchaygan. Janubiy Koreya prezidenti Lee Jae-min Jahon chempionatidagi omadsiz ishtirokni ochiq tanqid qildi. Sport va madaniyat turizm vazirligini natijalar sabablarini o'rganishga chaqirdi. Keyinchalik vazirlik Koreya futbol assotsiatsiyasi KFA faoliyati yuzasidan tekshiruv boshlaganini ma'lum qildi. 57 yoshli Hong Men-bo 28-iyun kuni Janubiy Koreya terma jamoasi bosh murabbiylik lavozimidan iste'fo berganini e'lon qildi. U terma jamoani 2013-2014-yillarda, shuningdek 2024-yildan buyon boshqarib kelayotgan edi. Uning shartnomasi 2027-yilgacha amal qilishi kerak edi. AQSh, Kanada va Meksikada o'tgan Jahon chempionatida Janubiy Koreya terma jamoasi guruh bosqichidan chiqishga muvaffaq bo'lmadi. Rasman Jao Dumfries transferini e'lon qildi. Madrid klubi o'zining rasmiy veb-saytida qanot himoyachisining transferi haqida e'lon qildi. Klub niderlandiyalik futbolchi bilan 2030-yilgacha shartnoma imzoladi. Avvalroq ommaviy axborot vositalari xabar berishicha, qaymoqonliklar 30 yoshli o'yinchi uchun 20 million yevro to'laydilar. Ma'lumot uchun, Dumfries 2021-yil yozdan beri Inter safida o'ynab kelmoqda. Ushbu davr mobaynida himoyachi barcha musobaqalarda 207 o'yinda ishtirok etib, 27 ta gol urgan va 28 ta samarali uzatmani amalga oshirgan. Nerazzurri safida Dumfries 2 marta Italiya chempioni va 3 marta mamlakat kubogini qo'lga kiritgan.
Transfermarkt portali futbolchining aktual transfer narxini 25 million euro deb baholamoqda. Husonovdan katta foyda ko'rgan Lans yana bir o'zbek futbolchisini olmoqchi. 2026-yil Jahon chempionati futbol jamoatchiligi bir qator yangi iste'dodlarni ochib berdi. Garchi O'zbekiston milliy terma jamoasi guruh bosqichidan o'ta olmagan bo'lsa-da, ayrim futbolchilarimiz o'z salohiyatlari bilan skautlar, seleksionerlar, murabbiylar va mutaxassislar e'tiborini tortdi. Mundialda O'zbekiston milliy terma jamoasi safidagi kashfiyotlardan biri 18 yoshli Behruz Karimov bo'ldi. Italiyalik murabbiy Fabio Cannavaro yosh o'yinchini hech qanday xayr-ishlarsiz Jahon chempionatining eng murakkab uchrashuvlarida maydonga tushirdi. Karimov Kolumbiya va Portugaliyaga qarshi o'tkazilgan qiyin bahslarda harakat qildi. Ayniqsa Kolumbiya bilan uchrashuvdagi super zarbasi bilan e'tiborga tushdi. Uning uzoq masofadan bergan to'pi darvoza to'siniga tegib qaytdi. So'nggi ma'lumotlarga qaraganda Behruz Karimovga Fransiyaning Lens klubi jiddiy qiziqish bildirmoqda va yosh o'yinchimizni o'z safiga qo'shib olish uchun kurashga qo'shildi. Ommaviy axborot vositalari vakillari Behruz Karimov Angliya va Germaniya klublarida qiziqish borligi haqida yozgan edi. Ta'kidlash joizki, Lensning o'zbek futbol vakillariga qiziqishi bejiz emas. Bugungi kunda Manchester City'dagi o'yinlari bilan futbol jamoatchiligiga eng tanilgan Abduqodir Husanov Yevropani aynan mana shu klubda zabt etgan. Lansliklar 2023-yilning yozida Belarusning Energetik BGU klubidan o'sha paytda 18 yosh bo'lgan Abduqodir Husanovni juda past narxda o'z tarkibiga transfer qilgan edi. Abduqodir 1,5 yil ichida o'zini ko'hna qit'aning eng iqtidorli himoyachilaridan biri sifatida namoyon qildi. 2025-yilning yanvariga kelib, Yevropaning bir necha klublari o'zbek himoyachisi uchun kurashga qo'shildi. O'shanda Manchester City kutilmaganda eng katta taklif 40 million yevro bilan Husanov transferini o'z foydasiga hal qilgan edi. Mana endi Behruz Karimov ham Abduqodirning yo'lini takrorlashi mumkin. Fransiya klublari yosh iqtidorlarni topib, ularni shakllantirib, grand klublarga transfer qilishga usta hisoblanadi. Lens yangi mavsumda Yevropa Chempionlar Ligasida ishtirok etishi esa bu jamoa o'yinchilariga grand klublar e'tiborini o'ziga jalb qilish imkonini beradi. Behruz Karimov ayni paytda Termizning Surxon klubi a'zosi hisoblanadi. Agar bu futbolchi Lens safiga ko'chib o'tsa, Surxon top liga jamoasiga o'z futbolchisini to'g'ridan-to'g'ri transfer qilgan birinchi o'zbek klubiga aylanadi. Behruz Karimov dadasi, amakisi, opodalari qo'lib turadi. Opodalari. Qo'y so'yib birga o'tiramiz mana Behruz bilan. Mana hamma havas qilgan Behruz Karimov. Buni dadasi bilan biz hajga birga borganmiz. Opodasi, dadasi, amakisi. Mana bugun Kosonda qo'y so'yib buni kelganiga ehson bo'lyapti. Omon bo'linglar. Ishlaringga omad Behruzjon.